Menimcha siz maza qilib nonushta qilayotgan bo'lsangiz kerak-a? Ayniqsa nonushtada bilasizmi, issiqqina patir va qaymoq bo'lsa, boshqacha bo'ladi. Ha, bu patir Mingbuloqniki bo'lsa-mi? Nega aynan Mingbuloqniki? Bu savolingizning javobini juda qisqa va tez berishimiz mumkin, chunki ayni lavhamiz shu haqda birgalikda tomosha qilamiz. Qorong'u tun, hali jimjit ko'chalar, hamma osuda uyquda. Ammo shu dam Mingbuloqda tandir boshida hayot boshlanadi. Tun yarmidan o'tin ovozi, un bilan oqargan qo'llar, mehr to'la yurak bilan ular nafaqat tongni, quyoshni ham uyg'otadilar. Bugun e'tiborimizda Mingbuloqning tashrif qog'oziga aylanib borayotgan sarxil patirlari. Mingbuloqda yopiladigan bu kabi patirlarning dovrig'i bugun hatto okean ortigacha yetib borgan. Mingbuloq xonadonlarida o'nlab ayollar bugun nonvoyga aylangan. Bu yerda yopiladigan bir-biridan mazzali patirlarning ta'mi ham alohida mavzu. Demak, bugungi tongning haqiqiy qahramonlari Mingbuloqlik nonvoy ayollar. Non chindan sharq xalqlarida shunchaki yegulik emas, eng ulug' ne'mat hisoblanadi. U hayot, baraka va muqaddaslik timsoli. Masalan, dasturxon yozilganda ham eng avvalo non keltiriladi. Mingbuloqda non tayyorlash allaqachon san'at darajasiga ko'tarilgan. Bu tumanda 10 ga yaqin mahallada ayollar asosan nonvoychilik bilan shug'ullanishadi. Biz esa bugun kameramiz obyektiviga nonvoy ayollarning qiziqarli hayotlarini ko'chirishga urindik. Dastlab tumanning eng taniqli nonvoy ayoli Malika opa bilan tanishdik. Nonvoychilikmi? Bu endi mehnat talab qiladigan, mashaqqatli, lekin faxrlanasizda baribir maza qilasiz. 22 yil non sotgan bo'lsam, mana 7 yildan birin uyda mana shu ishni boshlaganmiz. Farzandlarim shu sohani tanlashdi. Qo'llarida diplom bo'lgan bilan hozir Jamishida masalan novdan yopishadi. Men onamlar ham juda chiroyli non yopganlar, dadam brigadir bo'lganlar. Bu mehnatim bilan ko'proq dadam faxrlanganlar. Mana shu mehnat bilan tanilding, xursandman deganlar. Halol mehnatda Deyarli bir 20 soat shu bilan shug'ullanasiz. Shu bilan shug'ullanamiz. Siz uchun bu kasbning eng qiyin tomoni nima-yu, eng bir yaxshi tomoni nima? Qiyin tomoni shu kechqimiz uxlab turgan paytingizda turib ish boshlashingiz qiyin. Kimdir kelib xonadoningizdan nonni olib, sizga rahmat aytsa, hamma charchoqlaringiz chiqib ketadi. O'sha xamiridan tortib to tayyor bo'lib, mana shunaqangi bir chiroyli pishishi uchun nima muhim? Kayfiyat ham muhimmi? Kayfiyat, eng muhimi yaxshi kayfiyat, mehr. Bugun siz mana shu nonvoychilikka tanlab, mana oilangizni ham shu orqasidan yetaklab, o'sha o'zingizning orzularingizga yetdingizmi? Albatta. Nimalar topdim? Farzandlarimni yaxshi yashash uchun sharoit qildik. Yaxshi uylar qurib berdik. O'zimiz mana hamma farzandlarimizga mashina olib berdik. Farzandlarim birgalashib bizga Cobalt mashina sovg'a qilishdi. Bular albatta bizning mehnatlarimiz samarasi. Malika opa hikoyasida aytilganidek, qariyb 30 yillik nonvoy. Hozirda mahalladan jamlangan 8 ayolni nonvoychilikka o'rgatib, ularni ishli ham qildi. Yaqinda mana prezidentimizning qarorlarini eshitib, oilaviy maslahatlashib turibmiz. Subsidiya berilyapti ekan tadbirkor ayollarga. Ayniqsa men ikkinchi guruh nogironiman. Shundan xursand bo'lib turibman. Xudo xolasa subsidiyani olib, ish o'rinini kengaytirmoqchiman. Hali oldimizga qo'yilgan orzular, maqsadlar katta, albatta bularga yetamiz. 8 ish o'rin yaratganmiz. O'zimiz oilaviy shu ish bilan bandmiz. 3 xil patir yopamiz. Piyozlik, kalpatir va bu ko'ptirma patir deyiladi. Asosiy kalpatir onalarimizdan meros bo'lib bozorga chiqaramiz. Bitta sindirib yeng, mazasiga gap. Qaynoqqina non. Shuning orqasidan mana nabira to'ylar, farzandlarimizga mana yangi uy soldik. Mahallamizga ham oddiy anaqa mehmon kelsa ham Novoy Malika palaka deb chaqirishadi. Keling, endi bu nonlarning nimasi mashhur, nimaga bunchalik shirin, nima siri bor buni? Mana shu kalpatirimiz qizim Koreyaga, Rossiyaga zakaz qilishadi. Qancha bo'lsa turaveradi, qatmaydi. Hammasini xamir har xilmi? Hammasini har xil. Bular 2 soatda ko'padi. Tuxum, sariyog' solinib, tindiriladi. Qancha shogirdlaringiz bor endi? 20 tadan oshiq shogirdlarimiz bor. To'ylarga zakaz qilishadi. Tashakkurlarni eshitib, charchoqlarim chiqib ketadi. To'g'risi, kechqurun uxlamagan
paytlarimiz ham Rozi bo'lasiz. ha, roziman. Kimnidir xursand qildimmi, demak roziman. Eng bosh novvoylardan desak bo'ladi. Malika opani, kunda nechta non chiqib ketadi bu xonadondan? Daromadi qanaqa endi buni? Daromadi Xudoga shukr, yaxshi. Bir oyda 6 million, 7 million daromad bo'ladi uyda. Chunki bizning Mingbuloq xalqi mana shu patir dasturxonlarda turmasa, savatlarda bo'lmasa, ko'nglari to'lmaydi. Kalpatirlar albatta dasturxonda to'la to'kis turish kerak. Mingbuloqi bugunga kelib ramziga aylanyapti bu patirlar, Albatta. to'g'rimi? Ijodiy jamoamiz bilan yana bir xonadonga ko'chdik. Bu xonadon sohibasi ham ismi jismiga hamohang Halima opa. 3 ta turib xamirlayman. Sutga yopaman. Bunda asosan mahoratingiz muhim. Epchil bo'lsangiz, zehnli bo'lsangiz, eplayverasiz. Bu patirni 5 yildan beri yopaman. Eng katta nonlaringiz shularmi yo bundan ham katta non yopa olasiz? Yopaman bundan katta. 1 kilolik xamir yopaman. Qanaqa bo'ladi bu? Katta tandirda og'izday bo'ladi. Toza Hamma emas. narsaga mehr bersangiz, o'ziga yarasha topa olasiz. Mahallaning bosh nonvoyi bo'lgan Halima opaning uylaridan ham, yuzlaridan ham issiq nondek iliqlik taraladi go'yo. Halima opa, eng birinchi yopgan noningizni esla olasizmi? Bozorga yopganman. Ja yaxshi o'xshatilmaganman. Ustoz ko'rmay harakat qilgan bo'lganman. Shogird tushib, o'rganib, mana shundan bir kam bo'lganman. Men qilayotgan ishimga xursand bo'laman, chunki men o'zim shundan sevinib mehnat qilaman. Mana kichkina o'g'limni o'qitdim, doktor qildim, to'ylarda qildim. Meni baxtim shudir, shuni orqasidan bo'ldi. Bir kunda siz qancha daromad topasiz? 500 ming pul topaman kuniga. 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 Foydasi yaxshi. Bir oyga qancha daromad topish mumkin? Men o'zim ishlaganim uchun kamida 10 million topaman. Nonda baraka bor. Rohati nimada endi? Eng rohati kimdir kirib eshigingizdan qo'li ko'zing dard ko'rmasin desa, ana shundan baxtli odam yo'q. Mendan baxtli odam yo'q o'sha kun. Nonvoylik asli juda qadim kasb. Xususan o'zbek xalqi uchun nonvoylik qadriyat ham hisoblanadi. Mingbuloqda esa bu hunarning avloddan avlodga o'tishi kundalik an'ana. Yana bir xonadondagi yosh oila shu ishni boshini tutishgan. Bu oilaning ish hajmi uncha-muncha nonvoynikidan ko'p. Ular shu yerga xos bo'lgan ko'ptirma, mazali qaymoq patir va kalpatir yopishni boplashadi. Mana hozir olov yoqish jarayoni yopishga tayyorlayapmiz. O'zi tayyor bo'lib qoldi. Boshini boshlaganimda kichkina tandirim bor edi. 8 donadan patir sig'ardi buni, mana bu patirda. Undan keyin 2 ta bo'ldi. Hozirga kelib mana 3 ta bo'ldi. Keyin tandirda hajmi ham yildan yilga kattalashyapti. 8 ta emas, hozir 16 tadan sig'adi bir donasiga. 150 ta, 200 ta to'ylar bilan bo'lib zakazlar tushib qolganda 300 tagacha yo'qamiz. Oila daromadimiz 15 million atrofida. Tandirda issiqligini hisobga olmaganda uddalasa bo'ladi. Bu hozirgina tandirdan uzilgan qaynoqqina ham dimog'ingizni yayratadigan Mingbuloq patirlari. Mingbuloqda asosan 3 turdagi patir yopilar ekan. Kal patir, ko'ptirma patir hamda Mingbuloqni o'ziga xos sutli patirlar. Bilasizmi? Bu patirlarni oddiy nondan farqi juda ham katta. Bu o'sha tabiiy toza mahsulotlardan qilinadi. Ko'rayotganingizdek o'tinda pishiriladi tandirda va buning ta'mini va ko'rinishini ham ko'ryapsiz. Kichkina emas. Buni ta'mi ham boshqa nonlarda aslo takrorlanmaydi. Farg'ona vodiysida bu kabi patirlar faqat Mingbuloqda tayyorlanadi. Ha, ular xalqqa hayotga xizmat qilishdan charchamaydigan, mehr ulashishdan tolmaydigan tongning chin ma'nodagi qahramonlari. O'zbekiston vaqti bilan dasturi jonli efirda davom etadi.